Peygamberimiz aleyhisselam aytadilar ki Allah'ın roziligi ota-onaning roziligidadir. Allah'ın g'azabi ota-onaning g'azabidadir deydilar. Bu degani ota-ona rozi bo'ladi bizdan, keyin Alloh rozi bo'ladi bizdan. Ota-ona bizdan norozi bo'ladi, keyin Alloh bizdan norozi bo'ladi. Shuning uchun Allohga bo'lgan ibodat bilan ota-onaning roziligini qushni ikki qanotiga o'xshatadi deydi. Qush ikki qanotsiz ucha olmaydimi deydi. Yo'q. Senda ham shu ikkita narsa bo'lmasa jannatga kirolmaysan deydi. Bu degani Allohga bo'lgan ibodat zo'r, original, lekin ota-ona norozi. Bu ham bo'lmaydi. Ota-onaga bo'lgan rozilik zo'r, ota-onaga xizmat original, zo'r, lekin Allohga ibodat yo'q. Bu ham bo'lmaydi. Ikkovi bo'lish kerak bizda. Ham Allohga itoat, ham ota-onaga itoat. Alloh Qur'onda aytadiki, menga shukr qil va dadang buvingga shukr qil deydi. Tafsirda mufassirlar aytadiki, "Xo'p, Allohga shukr nima-yu, ota-onaga shukr nima?" desa, Allohga shukr qilish bu ibodat deydi. Ya'ni Allohga itoat qilib, aytganlarni qilish bu Allohning shukri deydi. Ota-onaga shukr qilish deydi. Ota-onaga itoat qilib, ota-onani rozi qilish bu ota-onaning shukri deydi. Faqat hali aytganimizdek, ota-onani rozi qilishida harom, gunoh, jinoyat ishlar bilan emas. Halol, shariat ruxsat bergan, shu insonning tabiatiga to'g'ri keladigan ishlar bilan keyin ota-onani rozi qilish kerak. Shu ikkovi bo'ladi, keyin inshaalloh biz umid qilgan jannatga shundagina kira olamiz, Xudo xolasa.